Tak, Vektor. Bugun men seni vaziyatdan kelib chiqib ish tutadigan qanaqa xamillionligingni keltirib beraman. Mana brat, bugun nechta chekkanimiz sana brat. Ayt brat, to'g'risini san menga brat, yo'ni brat, va вот так. Sen Xorazmdalik payting Kumirin trekiga cover aytding, keyin Toshkentga kelding, GM Family'ga qo'shilding, qo'shilganingdan keyin chiqqan trek. Okey, buraların kuchi yetadi faqat qo'ylarga bizda qo'rqib solamiz. Shermadigan to'ylarga rappersan, lekin borasan to'ylarga senga yetadimi o'sha stream o'ylaga. Ey, o'ylagan, o'rning qani rapdagi xuynasan, battle deysan, put berasan, oldinga seriozli master flow kesa. Men Minorga dis yozgan bo'lsam, o'sha paytda Farg'ona, Marg'ilon o'rtasida dis show boshlanganligi uchun, shahrim uchun bu ishni qilganman. Sen bo'lsa GM Family'da jon saqlash uchun Kumiringa dis yozadigan darajada xamillionsan. Agar buni o'zi sen xamillionligini keltirish uchun kamlik qilsa, unda buni eshitib ko'ramiz. Pasta Vektor, pasta hoji, kurashar ranger battle'ni tojiga rasman bo'laga beraman, darsman bo'lib bash bilan ozoq qilaman xabas. Sen shu darajada 200 lik xamillionsanki, hattoki o'zimni ruxsatimsiz men haqimda panch qila olmaysan. Final. Yetib keldim bu yerga reja bilan ataylab. Har raundda panchlarim teja bo'lardim vayna. Kutganmiding raqibni kun tayyorlan, revanch bu so'z zapret, qani tik qara ko'zimga men tayyorman. Hali trek boshlanmadi. Har round men uchun bo'ldi final, raqiblarim birma-bir orqasin qiynardi. Darajam ko'rsatib berganda farqsan, o'rningni topding bu tartibma tartib. Raqibni beraman parchalab aldiramassan, gapir yutaman o'tardi revanch. So'rama yegan safar bor ekamlik qissa so'kib ber endi poyimga kachni. Yana mana qamri bo'ldim, menda mana tarafdorlarimni tanib bo'ldim. Tepada boqaman dema ta'lim ol, bola bu holatida yamonman talab bo'ldim. Va yasa bo'ladi hammasi ganibal, ko'chani yoqmaga sanga va saybal. Uju bu har bitta raundida flow otasiga panch, qo'llamga tushding bugun baybat qilaman. Har bitta qatorida haybat, mana trekimda andozolar yiban. Buni bir marta yutqizgan yetmagani menga qarshimga chiqqani ko'tarib fani. Ey musor, bu battle ma'na davraman, ko'rsataman darajasi panika qilma bitch. Atashadi barakatta deb mani, sanam oldi harakat qilib. Erishadiganing sana mani poyim, o'rganadiganing ko'pinga men kifoya. Sana dajovoz yo'ziniki mas, menga do'rilla sen sanda nol, g'oyadan nol. Ko'rsatadi bugun sanda balans, amalda mastermassan, xayol parastdan ol. Cover berib minor trekiga so'ng beef qiladi bu dalbayi fanat simon. Og'zingga tupurdi ham sana asr, beting ochib beraman shaxsan mudak. Qaltira erkemassan, battledan so'ra sinotma shoxsan. Mani hududimga qadam bosma, battle zona hozir mani davrim Vektor. Sani holating menga qarshi beef qilgani ham senga ruxsat etardi. Ojizsan. Fatality holatida ko'miladi, qaratama yerga buni tanasini qonatib bo'laman. Raqibim uchun bu tepadagi deputasin yaraldan o'tib ketaman, bolani zo'rlatib. Qaytarib ko'rasanmi bu texnikani, qaytaraman deb o'ra bo'lmagan bu daraja sana uchun mukammal. Tepadan boqadi mani qatorlarim, zabonimni domiga badarg'a bo'ladi, so'rasa kambar. Buni holatiga kelib o'tib ketaman, bu panch bermadim, hali arzimadi raqib bu tarafga qadamim bosaman deganim sari buni maydalab tashladim, endi rosmona taqib bilolmaydi mani yonimda turgani duxkari Vektor. Bu duh so'ziga Antonin darajada qaytarib ko'rqani bo'laman senga texnika Vektor. Harakating qalb bola qani jadal. Bu motamoti bayramsan, o'limga bola tayyorlan. Ovozingdan yana uylanayotgan bo'lsang to'g'rila bola tipa pol tayyorla. Final, meniki bo'ladi g'alaba, men qancha sab bilan berdim asar. Diksiya menda bugun asosiy qurol, tezlik mani battle vedomisam. Bu motamoti bayramsan, o'limga bola tayyorlan. Ovozingdan yana uylanayotgan bo'lsang to'g'rila bola tipa pol tayyorla. Final, meniki bo'ladi g'alaba, men qancha sab bilan berdim asar. Diksiya menda bugun asosiy qurol, tezlik mani battle vedomisam. Rapdagi qadamim hayot mamot bu battle. Qara 7 yildan beri ichidaman, uni shu sababdan tayinli ijodam qilmadim, lekin qara ko'plari tan berib ketdi. Men ko'tarildim faqat battle rap zonasida, yagona samurayzing harakatinada birma-bir jarohat oldimda. Agar tik turib kelsa ular, raqibga bermadim shans. Bir yildan so'ng yangradi battle, super favorit yig'oldim, kerakli emassan. O'yladim bemalol yutaman bu to'planib kelsa bari yo'q. Ilk mag'lubiyat meni kutib oldi Jizzaxdan, abrakadabra tushundim. Hali xatoyim ko'p, tobora ichiga kirdim qalbaki davrani. Battle sohasida ilk kumir, mana hayot nur darajasi qoldirdi lol. Uni texnikasi mana qilganda romuz ustimda ishladim men oldin bilan. So'ng menga berildi flow battle'ga taklif, qadam bosdim battle zonaga sakrib. Chummadim qanday sani menga yetdi aqlinna, kuchsizlar kuchliga sakribda.
O'sha flow battle biz hayotdir bilan qurdik arrangerni Lucifer o'shanda kirdi tarix kabi o'zim uchun qayta tuzdim darajamni birma-bir yanchib tashladim oldimda kim qiziqmas qachidim 5 yil mobaynida esimda haligacha nohaq final o'shandan beri alam bu ichimda qaynadi sana jigarinima yubordim face to face da buni ko'rganda xalq daji hayot nur xato qilganin tan olib videolar chiqqanda u yubordi xat shu sabab seni bugun o'ldiraman bo'lasan bilan xumorimni qondiraman man champion bo'laman bu isbotim shart emas murdalarim ichra qoldiraman seni bu begona manzil undaman qora sahifa manda bu g'alaba maqsad porladi endi haqiqat bu begona manzil senga begona daqiqa senga mag'lubiyat afzal Yopamiz eski sahifani orqalaringda bugun yo'q fayzi tezliging yoqmadi deb qutqargani qolgan umrini bag'ishlasin aslida vijdon azobin yelkada ko'targani yordam berolmaydi family mani darim ko'tarib yurasan ukam bu tanaga berganim og'ir jarohat uni ta'siri bir umr turar ko'karib Kelibsan bo'laman hududimga nojo'ya qadam seni kutadi jahannam Bektir do'rillab rap o'qisan ham seni yosh bola basharini taniydi mahallang G'alabaga ishonching ozgina bo'lsa seni g'urur uchun meni qarshimga chiqqan oxirgi nafasingni chuqurroq ol bola keldim g'alabam og'zingga tiqqani Kelibsan bo'laman hududimga nojo'ya qadam seni kutadi jahannam Bektir do'rillab rap o'qisan ham seni yosh bola basharini taniydi mahallang G'alabaga ishonching ozgina bo'lsa seni g'urur uchun meni qarshimga chiqqan oxirgi nafasingni chuqurroq ol bola keldim g'alabam og'zingga taqqani Vektor hali tugamadi. Hozirgi o'qilaydigan part meni tanigan, menga muxlislik qilgan yaqinlarim bilishadi, chunki men bu partda o'qishimni battle boshida, ya'ni birinchi raund paytida aytganman, final trekim oxirida muxlislarim uchun flow show proyektimni o'qib beraman, chunki ular bu trek chiqishini 1,5 yildan ortiq kutishgan. Boshladim qatorda matnni bilmadim, matnni asosi motor emas, mutanosib harakatim matadi masarim qatori bataman nota demasa bu darsim o'taman, bu ta'lim o'tadil, bu tanimasa meni padar demasdi, bu tanim o'tadi, bu taronada meni ta'limotimda bu tepada masa beraman deganim texnikada mandagi badacha burdolamasa bu bedel asosi bu texnika darada tuzolmagan men murdan olmasini har bitta qadamida ko'miladi mana deganim bo'ladi bedel fantamas bu sanamadim hali bir tepada o'zim bo'lsam men safar temasa aytadi yana bu bedelama deb chumadi temani bu tanomada bundan bu talandim harorati ko'tarib beraman uni karomatini fanatamatman fenomen deb badar habiga zabonim xarobaga bartaraf etaman yana baribirga bo'ladi bu qatorimda maromiga yetadi bugun texnika hali menga o'rgataman hamma podocham menga bunda maqsad bo'ladi bu ta'lim o'gani keladimi o'z repdan o'gani bu darsim o'taman bu ta'lim o'tadil bu tanib o'gin mana ata padar deputat bo'laman yana texnikada mani nomim bor betilda avtomatik bo'ladi betilda flow show qaytarib bo'lmaydi bunida keng bo'ladi flow show yagona legenda bo'ladi banger mana bu flow show beradi harakat yarasha this is flow show bo'ladi bugun bu bari shok bo'ladi betilda flow show qaytarib bo'lmaydi bunida keng bo'ladi flow show yagona legenda bo'ladi banger mana bu flow show beradi harakat yarasha this is flow show bo'ladi bugun bu bari shok Uzr battle ikkinchi mavsum final meni kuzatgan menga muxlislik qilgan hammaga rahmat aytaman tashkilotchilar hakamlarga finalgacha bo'lgan raqiblarim Shogen Erkinov Ditoxre va yakunda iroda bilan turib bera olgan Vektor hammalaringga respekt xafa bo'lish yo'q bu battle bu final va unda kuchlilar g'alaba qozonadi round